Birgalikda sponsorimning sovg'alarini unpacking qilamiz. Sponsor kimligini bilishni istasangiz storieslarini ko'ring yoki shu videoni oxirigacha tomosha qiling. Bunaqa kosmetika ishlatmay qo'yganimga ancha yillar bo'lgan. Hozirda yuzimga faqat professionalniy hud va kosmetika ishlataman, но все равно sizlarga shuni ko'rsatib bermoqchiman kelgan sovg'ani. Birinchi ko'rsatadigan narsam Tir brendida mana bunaqa toner kelibdi. Wow, menga upakovkasi juda ham yoqdi. Upakovkasi menga juda ham yoqdi. Storieslarimda bu produktni menimcha ko'p ko'rasizlar. Ikkinchi narsa, xuddi shu brendning enzimniy pudrasi. Buni ham upakovkasi juda ham estetikniy ekan. Ichida men точно ishlatadigan va точно olib qo'yadigan narsani ko'ryapman. Bu, конечно же, mana bunaqa mini chiroyligina kosmetichka. Buni mashinamga olib qo'yaman. Tilim aylamayapti. Sulvaso brendida mana shunaqa ночная maska. Kelasi ham bir xil. Mana shunaqa ikkita bir xil masочка bor ekan. Agar shu produktlarni sinab, effektini sizlarga ko'rsatishimni istasangiz, kommentlarda plus belgisini yozib qoldiring. Yangi videolarni o'tkazib bormaslik uchun menga obuna bo'lib qo'yishni ham unutmanglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha. Aytgancha meni sponsorim bu meni Sistema Massitam, ya'ni opacham. Так что